Ha opam, uyqu yo'qmisizda ham? Abi gapiring qani, nima gaplar o'zi? Shu deng. 1 kilogina go'sht bo'lsa. Ha, go'sht nima qilasiz kech bo'lganda? Sochishni bo'lsa, shu hozirgina qassobxonadan olib keltirilgan bo'lsa. Bo'ldi, zakaz qilamiz, qassob nomeri bor. Zakaz qilayim 1 kilo go'sht. Hozir so'yib olib keladi. Uylanmagan buqaning go'shtini. Uni bir tuzlab, bo'lib, maydalab, bir qandaydir mannirovatlar qilib qo'ragami, yoqqami solib biz qilib pishirsang. Oy. Qora yog'ida qo'ying, oshqozonga zarar. Manti qozonga bosamiz qaynatib. Ha? Nima dedingiz? Uni keyin pishgandan keyin ustiga 4 dona piyozni shunday solib qo'ysang-da. Abu piyozchan urgandan keyin og'izda yangi o'lgan pishakchan haqida keladi-da keyin opam. Keyin orqasidan bironta bir kolami, mohittomi olib pist etib ochsang-u, qulut qilib ichsang. Mohitda kola topsa bo'lar. 24 soat zakaz qilamiz, kela. O, jon rohati-ku. Og'izda suvi ham kelib ketdi. Uni yeb ichgandan keyin bu testosteron ko'tarib ketadi sizda. Keyin quva bo'ladi-da. Bo'lmaydi bu. Qayga uni kuchini yo'q qilasiz? Kechasiz. Ha, o'lmang-da siz, o'lmang. Zo'r variant og'izda suvini arting-da, uxlaymiz. Qolgan erta gaplashamiz. Nima dedingiz? Davay. Bo'ldi, uxlanglar.